Hozir biz McDonald'sga keldik. Taysonni g'alabasini nishonlagan. Jamoa, komanda, Farruh aka har doim. Biz normal restoranga olib boradi, bularga McDonald's yoqib qoldi deb birinchi marta kelishgan ekan, sen yana olib keladi. Rostakami zo'r joyga borgichi, ta'miz juda shirin ekanda birinchi. Hangi sharoit? Halay Tayson. Tayson oldi boraylik. Tayson. Что там? Заряженный, да? Normal. Kayfiyat qanday? Kayfiyat. G'alaba, zavq. G'alaba. So'z bilan ta'riflab bera olasanmi? Hozir ko'tarimni deyapman. Rostdalammi-ku? Niye? Chimillab ko'r yuzingda. Tish ko'ryapmanmi deyapman, g'alaba qilganimga. Endi tish qo'ydirasanmi g'alabadan keyin? Tish qo'ydirmayman. Lekin cheska qildirasan. Kitlarni qo'ydiraman lekin do'stim. Joning sog' bo'lsin. Biza McDonald'sda endi gulab qilamiz. Keyingi videoda hamma narsani qo'yamiz.